2025-yil o'qigan kitoblarim ichida eng ko'p esda qolarli, eng ko'p insight olgan top 3 ta kitobim bilan bo'lishaman. Xo'p, birinchisi Naval Ravikant kitobi. Bu kitob menga vaqtni boshqarish, bundan tashqari muvaffaqiyatga qanday qilib erishish mumkin va minimalizm tushunchalarini zo'r tushuntirib berdi. Shuncha insight oldim, ko'rishlaringiz mumkin. Hammaga o'qib ko'rishni tavsiya beraman bu kitobda 2026-yil. Bundan tashqari men moliyaviy savodxonlikni oshirish uchun Pul psixologiyasi kitobini o'qidim. Bu kitob biznes egalariga va investitsiya sohasiga ishlaydiganlar va investitsiya qilishni reja qiladiganlar uchun juda zo'r kitob. Mazza qilib o'qiysizlar. Shuncha insight oldim bundan ham. Buni ham tavsiya qilaman. Xo'p, keyingi kitobimiz hayotlaringizda nima muhimligi, ishda nima muhimligi, oilada nima muhimligi va o'zingizda ishdagi professional darajaga chiqishlaringiz, karyerning rostlaringizga, ish sifatlaringizni oshirishga yordam beradigan kitob. Bu essensializm, oddiylik yo'li. Juda mazza qilib o'qidim bu kitobda. Juda ko'p insight oldim. Kitobda o'zi insight, to'liq insight, shuncha ko'p joyini mark etmadim, ya'ni belgilab ketmadim. Umuman olganda bu kitobdan nima desam bo'ladi, shunchaki mazza qilib o'qidim. Tavsiya qilaman, buni ham o'qinglar, o'rganinglar, ko'ringlar. Xo'p, umuman olganda bu kitoblar eng esimda qolgan va eng mazza qilib o'qigan kitoblarim edi. Sizlarda 2025-yil qanaqa kitoblar esda qolarli bo'ldi? Qanday kitoblar sizlarda hayotlaringiz o'zgarishiga sabab bo'ldi? Izohlarda yozib qoldiringlar. Men uchun qiziq. Bo'lmasa, keyingi videolarda ko'rishamiz. Charchamanglar.